Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadrli jamoat, duolarni ham zikrlarni yuradigan davom etamiz. Ham kelasi bir muhim duo. Bilganimizcha Alloh taolo bizga zo'r ne'matni berdi. Ul da bo'lsa iymon ham islom ne'mati. Ham har bir musulmon bandasi ul Alloh taoladan onu şuşu to'g'ri yo'ldan adıştırmasın üçün ko'p duo qilirga tiyиш. Ham Alloh taolo bizni o'zi Qur'oni Karimda şuşu duolarga öğrete. Ham şuşu duolarning birisi Ali İmran surasida keltirgan duo. Alloh taolo Qur'onda aytadi: A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Оның мағынасы: Я Раббыбыз, bizni to'g'ri yo'lga ko'ndirgandan so'ng, ko'ngillarimizni dürüstlükten yolg'on yoqqa avushtırma. Ham shafqat qilib bizga rahmatingni ber. Albatta, sen so'rab da, so'ramishi da beruvchisan. Aydagiz tag'in bir tapqir shu duoni qabatlayıq. Alloh taolo Ali İmran surasida aytadi: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Şuşa ayet Ali İmran surasının 8. ayetinde kela. Ham şuşa mağnada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ikinci bir yaş okula turgan dua var idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaş aytaydı: Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Har birimizda duoda bo'layıq, zikrda bo'layıq. Ham Alloh taolani har xilda da zikr etik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.